Assalomu alaykum hurmatli faxriylar, qadrli ota-onalar va shu vatanga oz umrini baxsh etgan mehnatkash insonlar. Bugun sizlar bilan nafaqat O'zbekistondagi, balki dunyodagi eng muhim va og'riqli masalalardan biri, pensiya ta'minoti, aniqrog'i, sizning mashaqqatli mehnatingiz evaziga olingan nafaqalaringiz bilan bog'liq dahshatli yangilikni, uning ortidagi adolatsizlikni va bu vaziyatdan qanday chiqish yo'llarini atroflicha muhokama qilamiz. Hozir aytadigan gaplarimni diqqat bilan tinglang, chunki bu har biringizning taqdiringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Kechagi kunga qadar hech kim kutmagan, hech kim tasavvur qila olmagan xabar tarqaldi. Vatanimizning Vaqf budjet pensiya jamg'armasi barcha nafaqaxo'rlarning mehnat stajini ommaviy tekshirishni boshladi. Hatto ertaga, aynan ertaga, ko'plab yurtdoshlarimizning nafaqalari birdaniga 30% gacha kesilishi mumkin. Bu qanday adolatsizlik deysizmi? Bu Iqtisodiyot va Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov rahbarligidagi Moliya vazirligi tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan. Ming afsuski, adolatga emas, balki budjetni tejashga qaratilgan harakatdir. Endi ular 2005-yilgacha bo'lgan arxiv ma'lumotlarini faqat elektron shaklda tasdiqlashni talab qilmoqda. Tasavvur qilingi, agar sizning mehnat stajingiz yagona milliy mehnat tizimi bazasida to'satdan topilmay qolsa, barcha yillik mehnatingiz shunchaki bekor qilinadi. Minglab keksa avlod vakillari allaqachon shikoyat qilmoqda. Ulardan davlat tomonidan ortiqcha to'langan deb da'vo qilingan 5 milliondan 12 million so'mgacha bo'lgan pullarni qaytarib berishni talab qilishmoqda. Bu qanday ahvol, azizlarim? Umri davomida halol mehnat qilib, davlatga, oilasiga nafi tekkan insonlardan endi shuncha pulni qaytarishni talab qilish, bu adolatdanmi? O'ylaymanki, bu har birimizning qalbimizda g'azab va norozilik uyg'otadi. Axir bizning ota-bobolarimiz, momolarimiz, ota-onalarimiz shu vatan uchun jon kuydirib ishlagan. Ular yoshligini, sog'ligini, butun umrini bag'ishlagan. Kolxozlarda paxta yetishtirgan, zavodlarda mashina qurgan, maktablarda bolalarga ilm bergan, shifoxonalarda kasallarni davolagan. Ular bugungi tinchlik, bugungi taraqqiyot uchun poydevor qo'ygan. Endi ularning shu qadar uzoq yillar davomida qilgan mehnatini, uning hosilini, nafaqasini bitta qog'ozning yo'qligi, bitta kompyuter bazasidagi xatolik sababli bekorga chiqarish bu adolatdanmi? Bu milliy qadriyatlarimizga to'g'ri keladimi? Bizning sharafda kattalarni hurmat qilish, ularning mehnatini qadrlash eng oliy fazilat hisoblanadi-ku. Bu yangilik esa keksa avlodga nisbatan hurmatsizlik emasmi? Siz nima deb o'ylaysiz, hurmatli tomoshabinlar? Siz ham 20, 30, 40 yil davomida halol mehnat qilib, endi stajingiz yoqqa chiqarilishi mumkinligini eshitib, qanday his-tuyg'ularni boshdan kechiryapsiz? Sizningcha, davlat o'zining shu kunga qadar saqlab kela olmagan hujjatlari uchun fuqarolarni ayblashi to'g'rimi? Iltimos, bu boradagi fikrlaringizni, boshdan kechirayotgan muammolaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz, har bir hikoyangiz biz uchun nihoyatda muhim. Bunday adolatsizliklarga qarshi kurashda, huquqlaringizni himoya qilishda yolg'iz emassiz. Men sizning yuridik himoyachingiz sifatida har doim yonma-yon turishga tayyorman. Ammo buning uchun siz ham birgalikda harakat qilishingiz kerak. Mening kanalimga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosing, toki har bir muhim yangilikni, har bir huquqiy maslahatni, pensiya jamg'armasi va boshqa tashkilotlarning yangi talablari haqidagi ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib bilib oling. Shunda siz hech qanday o'zgarishdan bexabar qolmaysiz va o'z huquqlaringizni himoya qilishda kuchliroq bo'lasiz. Qadimdan mamlakatimizda pensiya ta'minoti tizimi boshqacha ishlardi. Odamlar kolxozda ishladimi, zavodda ishladimi, davlat muassasasida xizmat qildimi, barchasini mehnat daftarchasiga yozib borilardi. Hatto urushdan keyingi og'ir yillarda bitta qog'ozning ahamiyati katta bo'lgan paytlarda ham har bir xodimning mehnat staji diqqat bilan qayd etilardi. Keyinchalik mustaqillik yillarida ham bu an'ana davom etdi. Siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilar edingiz. Ular sizning mehnat daftarchangizni ko'rib chiqishar edi. Agar zarur bo'lsa, arxivlardan ma'lumot so'rashar edi va hech qanday ortiqcha to'siqlarsiz nafaqaga chiqardingiz. Hatto qo'lda to'ldirilgan, yozuvi xira bo'lgan hujjatlar ham inobatga olinardi. Chunki bu hujjatlar ortida insonning butun bir umri, uning xizmati turardi. Mahalla faollari, qoni-qo'shnilar ham guvohlik berishi mumkin edi. Bu shunchaki qog'oz emas, bu insonning hayoti, uning mehnati, uning qadr-qimmati edi. Lekin hozirgi reallik afsuski butunlay boshqacha. Endi har bir narsani elektron shaklda talab qilishayapti.
Kompyuter dasturlari, ma'lumotlar bazalari yagona tizimlar. Bular albatta zamon talabi, taraqqiyot, biroq bu islohotlar qanchalik darajada odamlarning manfaati uchun xizmat qilmoqda? Ayniqsa 2005-yilgacha bo'lgan arxiv ma'lumotlarini elektron tasdiqlash talabi girt mantiqsizlik. Axir, o'sha yillarda aksariyat ish joylarida kompyuterlar deyarli yo'q edi, internet kirmagan edi. Hujjatlar qoldi to'ldirilardi, papkalarda saqlanardi. Hujjatlar ko'pincha qog'ozda qolardi, elektron bazalar umuman yo'q edi. Endi esa eski tizimda ish olib borgan, umrini shu vatanga bag'ishlagan keksa insonlardan o'sha davrdagi mehnat stajini elektron tasdiqlashni talab qilish, bu haqiqiy masxarabozlik emasmi? Bu qanday qilib adolatli bo'lishi mumkin? Bu pensiya jamg'armasining, Moliya vazirligining o'z zimmasidagi mas'uliyatni yelkasidan soqit qilishga urinishidir. Ular o'z vaqtida ma'lumotlarni elektron bazalarga kiritmagani uchun endi o'z fuqarolarni ayblamoqda. Bu qanchalik o'rinli? Shu sababli minglab yurtdoshlarimiz, ayniqsa qishloq joylarda yashovchi, texnologiyadan uzoq bo'lgan insonlar o'zining haq-huquqidan mahrum bo'lish xavfi ostida turibdi. Kimlar ayniqsa xavf ostida deysizmi? Birinchidan, albatta 2005-yilgacha ishlagan va elektron mehnat daftarchasi bo'lmagan barcha pensionerlar. Ularning mehnat staji ko'pincha qog'oz shaklidagi arxiv hujjatlari orqali tasdiqlangan. Endi esa bu hujjatlarning yagona milliy mehnat tizimi bazasida yo'qligi sababli muammolar paydo bo'lmoqda. Masalan, Guliston tumanida yashovchi 8 yoshidan to 60 yoshiga qadar kolxozda paxta tergan, sug'orishda qatnashgan, omborxonalarda ishlagan 75 yashar Oysha buvi haqida o'ylab ko'ring. Uning butun umri dalada o'tgan. U na kompyuterni ko'rgan, na internetdan xabar bor. Uning mehnat daftarchasida yozuvlar bor edi, lekin endi unga kompyuterda yo'q deyishsa, u nima qilsin? Yoki Buxoroning olis qishlog'idan bo'lgan, 40 yildan ortiq maktabda o'qituvchilik qilgan, shogirdlariga bilim bergan 68 yashar Muxtor aka misoli. U o'z davrining eng yetuk pedagoglardan edi. Uning yozgan har bir daftarini, har bir o'quvchini, u bergan bilimlarni kim inkor eta oladi? Lekin endi unga ham bizning bazada sizning stajingiz to'liq aks etmagan deyishsa, u qanday qilib adolat topishi mumkin? Uning 40 yillik mehnati shunchaki yo'qqa chiqadimi? Ikkinchidan, tashkilotlar tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan bo'lsa, ularning arxivlari yo'qolgan yoki tartibsiz holatda bo'lsa, bu ham katta muammo. Ko'plab korxonalar o'zgarishlar davrida yo'q bo'lib ketgan, ularning hujjatlari saqlanmagan. Bunday holatda pensionerlar o'z stajini qanday tasdiqlaydi? Uchinchidan, rasmiy ravishda ishga joylashmagan, lekin umr bo'yi mehnat qilgan insonlar. Masalan, turmush o'rtog'i kasal bo'lgani uchun, bolalariga qaragani uchun rasman ishga joylashmagan, ammo dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullangan, 4-5 farzandni katta qilgan ayollar. Ularning mehnati ham jamiyatga qo'shgan hissasi emasmi? Ularning qadrini kim beradi? Afsuski, davlat mana shunday insonlarning holatidan kelib chiqib, ish tutish o'rniga faqat o'zining byudjetini o'ylamoqda. Aksar nafaqashorlarimiz bu bizning oltin fondimiz, ulug' tariximiz, qadriyatlarimizning jonli timsoliku. Ularning har birining yelkasida butun bir davrning yuki, shonli va mashaqqatli yo'li mujassam. Ularning har bir so'mi, har bir millioni halol mehnatning mevasidir. Bu pulni qaytarib olishga urinish, qat'iy aytamanki, ularning qadr qimmatiga tahdid solish bilan barobar. Ammo shu bilan birga ba'zi pensionerlar uchun o'zgarishlar ijobiy bo'lishi ham mumkin. Bu asosan unchalik ko'p yillar ishlagan, ammo ma'lum sabablarga ko'ra staji to'liq hisobga olinmagan yoki unchalik ko'p yil ishlagan bo'lsa-da, ba'zi tashkilotlarda elektron yozuvlari mavjud bo'lgan insonlarga tegishli. Masalan, agar sizning stajingiz avvalgi qog'oz hujjatlar asosida noto'g'ri hisoblangan bo'lsa-yu, yangi elektron bazada to'g'ri ma'lumotlar topilsa, u holda nafaqangiz oshishi mumkin. Ammo bunday holatlar juda kam uchraydi va asosan yangi avlod pensionerlariga taalluqlidir. Ko'pchilik uchun esa hozirgi yangilik bu katta muammo, hatto fojia. Qarang, hayot shunday ekan, doimiy o'zgarishlar bilan kechadi. Ammo inson qadri, uning mehnati, uning yoshlik yillarida qilgan xizmatlari doimiy qadriyat bo'lib qolishi kerak emasmi? Bizning yoshi ulug' insonlarimiz, ular qishin yozin, jazirama quyosh ostida, qormuz ichida ishlagan. Ular o'z farzandlarining kelajagi, mamlakatning ravnaqi uchun tirishgan. Ular ko'p narsalardan voz kechgan. Ko'plari non tanqisligi davrlarini boshidan kechirgan. Bir bo'lak non uchun soatlab navbat kutgan.
sovuq uylarda yashagan, doimo yetishmovchilikda kun kechirgan. Shunday bo'lsa-da, oriyatini baland tutib, halol mehnat qilgan. Endi esa ularning mehnati bir zumda yoqqa chiqarilmoqda. Bu adolatsizlikka chidab bo'lmaydi. Men shaxsan bir necha yillar oldin qandaydir xato tufayli mehnat staji notograf hisoblangan bir opamizning muammosiga duch kelganman. O'sha paytda u 9 yil kasalxonada hamshira bo'lib ishlagan, lekin pensiya jamg'armasidagi bir xodimning e'tiborsizligi tufayli bu yillar hisobga olinmagan. Biz arxivlardan o'sha davrdagi ishga kirish buyruqlarini, shtat jadvallarini topganmiz. Bu bir necha oy va juda ko'p asab talab qilgan. Natijada opamizning nafaqasi qayta hisoblanib oshgan edi. Ammo bu bitta holat. Endi esa bu ommaviy tus olgan. Minglab insonlar bu muammo bilan yuzma-yuz. Hurmatli yurtdoshlar, ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlar. Sizning yoningizdagi mahalla vakili, qo'shningiz, do'stingiz yoki sizning o'zingiz bu kabi adolatsizlikka duch keldingizmi? Sizdan ham ortiqcha to'langan pulni qaytarishni talab qilishdimi? Yoki stajingiz to'liq hisobga olinmayaptimi? Iltimos, hozirgi vaziyatdagi shaxsiy tajribangizni, boshdan kechirgan qiyinchiliklaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu har biringizning ovozingiz biz uchun juda muhim. Sizning har biringizning hikoyasi pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli tashkilotlar e'tiborini tortish kerak. Shuningdek, qaysi yillarda va qayerda ishlaganingizni ham yozsangiz, yanada aniqroq tahlil qilishimiz mumkin. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish kerak? Men sizga bir necha aniq tavsiyalar beraman, azizlarim. Birinchidan, vahimaga tushmang va taslim bo'lmang. Sizning mehnatingiz haq. Sizning haq-huquqlaringiz bor. Hech kim sizni ushbu huquqlardan mahrum qilishga haqqi yo'q. Ikkinchidan, darhol o'z qo'lingizdagi barcha qog'oz hujjatlarni to'plang. Bu sizning mehnat daftarchangiz, ishga kirish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruqlar nusxalari, oylik maosh to'langanlik haqidagi ma'lumotnomalar, kasaba uyushmasi chiptasi, hatto eski diplom va attestatlar bo'lishi mumkin. Har bir hujjat qimmatli. Agar mehnat daftarchangizda qandaydir yozuvlar xira bo'lsa yoki tushunarsiz bo'lsa, iloji boricha o'sha davrda siz bilan birga ishlagan guvohlarni topishga harakat qiling. Ularning guvohliklari ham sud jarayonida katta ahamiyatga ega bo'ladi. Uchinchidan, pensiya jamg'armasiga yozma ravishda murojaat qiling. Ulardan sizning mehnat stajingiz nima uchun to'liq hisobga olinmagani, qaysi yillar kamaytirib ko'rsatilgani, shuningdek, ortiqcha to'langan deb da'vo qilinayotgan pul miqdori qanday hisoblanganini tushuntirishlarini talab qiling. Ularning har bir so'zini, har bir talabini qog'ozda rasmiy tarzda oling. Og'zaki javoblarga ishonmang. Ariza 2 nusxada bo'lsin, bittasini ularga berib, ikkinchisiga ularning kiruvchi shtampini qo'yib oling. To'rtinchidan, agar pensiya jamg'armasining javoblari sizni qoniqtirmasa yoki sizning foydangizga bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri prokuratura yoki sudga murojaat qiling. Unutmang, sud bu eng oxirgi instansiya, lekin u eng adolatli va ishonchli instansiya bo'lishi kerak. Sud orqali siz o'z haqqingizni to'liq talab qilib olishingiz mumkin. Mening tajribam shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik holatlarda sudlar pensionerlar foydasiga qaror chiqaradi, chunki haqiqat va adolat ularning tomonida bo'ladi. 5-dan, mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Mahalla bu jamiyatimizning poydevori, keksalarni hurmat qilish bizning asosiy qadriyatimiz. Mahalla raisi, maslahatchilar sizning muammongizni tushunib, pensiya jamg'armasi bilan muloqotda yordam berishi, hatto sizning ishingizni qo'llab-quvvatlab, rasmiy murojaatlar qilishlari mumkin. 6-dan, yuridik yordam olishdan tortinmang. Agar sizda pul muammosi bo'lsa, bepul yuridik maslahat beradigan tashkilotlar bor. Men shaxsan o'zim va hamkasblarim har doim sizga yordam berishga tayyormiz. Unutmangki, har bir fuqaroning mehnat stajini saqlash va hisobga olish davlatning bevosita majburiyatidir. Bu javobgarlikni fuqarolarning yelkasiga yuklash mutlaqo noto'g'ri. Davlat bu ma'lumotlarni o'zining arxivlarida saqlashi, ularni raqamlashtirishi va xatolarni bartaraf etishi kerak edi. Endi esa bu vazifani o'z vaqtida bajarmagani uchun oddiy mehnatkash insonlar aziyat chekmoqda. Bu nafaqat ularning moddiy ahvoliga, balki ruhiyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Axir bir inson o'zining umr bo'yi qilgan mehnatining samarasini yo'qotsa, u o'zini keraksiz, unutilgan his qilishi mumkin. Bu esa bizning millatimiz, bizning qadriyatlarimiz uchun juda katta fojia.
Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, azizlarim, bu vaziyat shunchaki nafaqa bilan bog'liq birgina muammo emas. Bu bizning jamiyatimizdagi adolat, inson qadri va keksalarga bo'lgan hurmat masalasidir. Bu shunchaki raqamlashtirish bahonasida oz fuqarolari yelkasiga og'ir yukni yuklashga urinishdan boshqa narsa emas. Shunday ekan, azizlar, sizning ham umringizning eng sermahsul yillari, mashaqqatli mehnatingiz, mehnat stajingiz bitta elektron tizimda topilmagani uchun chippakka chiqishi kerakmi? Siz bunga rozi bo'lasizmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Bu adolatdanmi? Iltimos, oz fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Birgalikda bu adolatsizlikka qarshi kurashamiz. O'zbekiston xalqi, ayniqsa bizning keksa avlodimiz bunga loyiq emas.